Nega bolalarda u yoki bu mutaxassis bilan natija bo'lishi juda ham kechikib ketadi? Eng birinchi sababi siz qo'shimcha yordam beruvchi mutaxassislar bilan ishlamasligingiz, ya'ni nevrolog huzuriga bormaysiz yoki qo'shimcha mashg'ulotlarni olmaysiz. Ikkinchi sabab bu bolada intizom yo'qligi, ya'ni bolani kuni juda ham tartibsiz o'tishi, darsga boradigan vaqti, shug'ullanib dam oladigan vaqti tartib, intizom yo'qligida. Uchinchi sabab siz uyda mashg'ulotlarda o'rgangan narsalarni takrorlamasligingiz, ya'ni mustahkamlab bormasligingiz. Keyingi yana bir sababimiz har hafta yoki har oy logoped defektologni almashtirishingiz. O'zi bolani bitta yangi joyga adaptatsiya bo'lish periodi, ya'ni moslashish periodi bir haftadan 2 haftagacha davom etadi. Endi bitta mutaxassisga o'rgangan payti, endi shug'ullanib ochilayotgan payti siz bolamda o'zgarish ko'rmayapman, bolam haligacha hech nima o'rganmadi deb darrov mutaxassisni almashtirasiz. Bu esa noto'g'ri. Beshinchi sabab bolaga kerak emas bo'lgan haddan tashqari ko'p bolaga preparatlar, ukollar, turli dorilar yozdirishingiz. Bolani diagnoziga to'g'ri kelmagan holatda ham toklardan, dens terapiyalardan foydalanishingiz, boshqa omillar bilan bolani chalg'itib, qoniqtirib qo'yishingiz ham sabab bo'ladi.